Boshida 3-4 santimetrga ustaman, mayli, roziman deb yurardim, lekin o'sha 2 oydan keyin 5 santimetrdan qilib qo'ydimda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aychamiz muntazam ravishda o'sha bir ancha bir 10 kunlik, 15 kunlik qoldi. Xudo xolasa tugab qoladi, keyin yana olamizmi? 180 to'g'ridan hozir o'lchasam, kecha o'lchadim, 189 chiqdim. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay ishlayapsizlarmi? O'zingizlar ham bo'lyaptimi ishlar? Aka, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rezultat menda chotki bo'ldi aka. 2 oyda ichida 5 santimetrga o'sdim aka. Rahmat sizlarga kattakon. Rezultati juda ham zo'r bo'ldi aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Aka, bo'y 1.61 edi. Bo'yim 1.61 edi. Hozir 65 bo'ldi.